Kim u? Duki. Nima gap? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Shunday qilib uyingdan qochib ketdingmi? Ha, men endi uyga qaytmayman. Duki, shu yerda 1-2 kun qolishimga ruxsat berasanmi? Bu muammo emas, lekin uydan qochishingga nima sabab bo'ldi? Hoy, nega bunchalik tez yeyapsan? Akangga qarasang-chi, axir u ozg'in. Senga tushunib bo'lmaydi. Qani bo'la qol, og'zingni och. Qara qanchalik kelishgan akang bor. O'g'lim ovqatlanayotganda ham yoqimtoy. Hayotdagi quvonchim o'g'limning yuzini har kuni ko'rish. Hoy, senga nima bo'ldi? Qanchalik qo'pol-a? Orqangga qayt, aks holda ovqat yo'q. Men yemayman. Ovqatingizni o'g'lingiz bilan birga yeng. U yaxshi ovqatlanadi, unga birdan nima bo'ldi? 17 yoshda qizlar shunday bo'larmikin? Men uni deb tez qarayapman. Qorning ochmi? Oyim aytganda ovqatlanishing kerak edi. Men nimadir pishirib yeyman. Sen ham yeysanmi? Yo'q, men to'qman. Ishonching komilmi? Unda men o'zim uchun pishiraman faqat. Ovqatimga osilib yurmang. Mayli, hammasini o'zing yeyaver. Oho, buncha ishtahani ochding. Menga ham biroz ber. Yo'q, men oldin so'radim. Faqat bir marta yeyman. Yo'q dedim. Qasam ichaman faqat bir marta. Men senga qarab turaman. Xo'p. Yo'q, bu biroz emas. Bundan kam ol. Nima qilyapsan? Axir bu faqat bir ikkita-ku. Axir sendan so'radim-ku, sen to'qman deding. Sen hammasini yeding. Yo xudo, akang bilan baham ko'rishing nimasi yomon? Hoy bola, buncha ochko'zsan. Go'jun, nimadir pishirib beraymi? Yo'q, men biroz yedim va to'ydim. Men buni o'zim uchun pishirgandim. Nega hammasini yeb qo'yding? Hoy, namuncha qichqiryapsan. O'zim senga boshqasini tayyorlab beraman. Bu ovqat tufayli emas. Nega menga doim shunday munosabatda bo'lasiz? Ha, demak sen o'sha ovqat tufayli uydan qochib ketding. Yo'q, bu ovqat tufayli emas. Nega ovqat sababdan ochiqlanaman? Nima bo'lganda ham men onamdan emas, akamdan g'azabdaman. Akang, Gujun axir kelishgan, chiroyli. Qani edi mening ham shunday akam bo'lsa? Xo'y, u faqat tashqarida mukammal odam. Uyda esa 180 gradusga o'zgaradi. Xo'y, Huguhi, bu senga. Bu nima? Rostdan ham buni men uchun sotib oldingmi? Ha, ovqatlanib ol. Akajon, men seni yaxshi ko'raman. Buning evaziga xonangdan chiqmaysan. Nega? Birozdan keyin do'stlarim kelishadi. Ularni sen bilan tanishtirishga uyalaman, chunki sen xunuksan. Oho, buncha kulguli. Akang juda halol odam ekan. Qanaqasiga mening bolam chetlatilishi mumkin? Bu to'g'ri emas. Akam o'yindan chetlatilgan bo'lsa kerak. Sening akang bormi? Oyim yaqinda akamni asrab oldi. Lekin oying-chi, oying buning muxlisi.
Bilasanmi, oyimning ko'ngli juda bo'sh. Yo xudoyim, bizning Shamuelimiz, u juda yosh va iqtidorli. Men o'zim uning debyutini o'tkazaman. Men sen uchun omonat hisobimni buzaman. Meni kut, Samuel. Men juda xafa bo'lib ketyapman. Nega u yo'q qilinadi? Men uyga borishim kerak deb o'ylayapman. Men sendan uzr so'rayman. Seni uyingga olib borishimni istaysanmi? Yo'q, hammasi joyida. Men o'zim yetib olaman. Ishonchim komil, meni juda ko'p muammolar kutib turibdi. Chamadonimni Dukining uyida qoldirsam bo'lar ekan. Hoy, Guhi, sen mening kompyuterimga yana tegdingmi? Nega bu yerda sekingina yuribsan? Men unga tegmadim. Men undan nega foydalanishim kerak? Tegmadingmi? Unga qo'lingni ham tekkizma, tushundingmi? U yerda ko'rmasligim kerak bo'lgan narsa bormi? Sen uni hech qachon ko'rmasliging kerak. Agar men ko'rishim uyatli bo'lsa, unda sen ham ko'rmasliging kerak. Oyim bilan dadam nima qilyapti? Uxlayapti. Sen ham borib tezda uxla. Nima, mening ketganimni hech kim bilmadimi? Shu tariqa men uydan hech kim bilmagan holda qochib ketdim. Kim biladi? Fransuz tili nega sevgi tili deb ataladi? Demak, keyingi topshiriq uchun juftlashgan holda ko'chadagi fransuz tilidagi belgilarni topishingiz kerak. Ularni nima anglatishini ham bilishingiz zarur. Internetdan ko'chirmang, baribir bilib olaman. Agar sizlar shunday qilsangiz 0 ball olasiz. Demak, keyingi darsgacha xayr. Hoy, Duki, biz sumkangni olib qayerga ketyapsan? Bugun men ertaroq ketishim kerak. Oyim Shamuelni ko'rgani men bilan bormoqchi. Menda hatto imzolangan ruxsatnoma ham bor. Men ketishim kerak. Uzr so'rayman. Xayr. Nega bugun yolg'izsan? Duki qani? Ha, u tadbirga ketdi. U kimning tadbiri? Samuel. Uning onasi hatto ruxsatnoma ham olib qo'ygan ekan. Monahi. U bo'yanish mahorati bilan juda mashhur. Hoy, sen nega qoshlaringga g'amxo'rlik qilmaysan? Bu yerga kel. Mening YouTube kanalim milliondan ortiq tomoshabinga egaligini bilasanmi? Rostini aytsam, sendan bir iltimosim bor. Qanday? Men Jihonni yoqtiraman. Sen Jihonga yaqinsan. U bilan yaqinlashishimizga yordam berasanmi? Buning evaziga men seni birov bilan tanishtiraman. Men sen uchun mukammal odamni bilaman. Yo'q, bu shart emas. O'zingni xohlamagandek tutishni bas qil. Bu yerga kel. Buni qara, sen oldingidan jonli ko'rinyapsan. Bu esa senga sovg'a. Rahmat. Mayli, men ketdim. Yordaming uchun rahmat.
Hoy, Guhi, men aytgan yigit bugun sen bilan uchrashmoqchi. Yo'q, kerak emas. Men allaqachon unga va'da berdim. Axir men xohlamasligimni aytgandim. Iltimos, Guhi, faqat bir marta uchrashib ko'r. Unday bo'lsa, sen rozisan, to'g'rimi? Borasan-a? Borasan. Har doimgidek sen yoqimtoysan. Xayr.